Colin Morgan bu Merlin ertaklari seriyasining va insonlar ilmiy fantastika loyihasining yulduziga aylantirgan Shimoliy Irlandiya aktyori. Yilning yutuqlari mukofoti va eng yaxshi dramatik aktyor uchun sovrinlar g'olibi. Murakkab va ziddiyatli obrazlarni mohiyatini o'rganish va yetkazishga bo'lgan ixtirosidan kelib chiqib, tomoshabinlarning mehrini qozondi. Morganning shaxsiy hayotiga kelsak, jurnalistlar aktyorni bir qancha noma'qul so'zlar bilan qoralab tashlagan hech kimga sir emas va ushbu qora so'zni olib tashlashga qaror qildi. Morgan yangi loyihani amalga oshirishga ilhomlantiradigan qiz do'st topish baxtiga muyassar bo'ldi. Bu qiz Merlin serialidagi asosiy rollardan birini ijro etgan aktrisa Ketsi McGrath edi. Ushbu tanishuvdan so'ng jurnalistlar Colinga nisbatan noma'qul so'zlarni ishlatmay qo'ydi. Hamkasbi Bradley James jurnalistlarga bergan intervyusida shunday deydi: Morgan va McGrath shunchaki do'st, ular o'rtasida hech narsa yo'q va ular qonuniy nikohda bo'lmagan deydi. Aktyorning o'zi shaxsiy hayoti haqida gapirmaydi. Shuning uchun Ketsi bilan munosabatlarning tafsiloti sir bo'lib qolmoqda. Hamkasblari juda ko'p ishlaydi va muhabbatga vaqti yo'q deb aytmoqda. Aktyorning Instagram akkaunti yo'q va uning professional fotosuratlari Twitterda muxlislar tomonidan yurg'iziladi. Morganning boyligi $4 million ga teng. Hozirda Morgan Odamlar teleserialida ishtirok etishni davom ettiradi va keyingi mavsum premyerasiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bundan tashqari, amerikalik dramaturg Arthur Millerning dramasi asosida filmni suratga olishda ishtirok etadi. Yaqin yillarda Morgan matbuotning diqqat markazida bo'lib, aktyor nikoh uzuklarini sotib olayotgan bir payt muxlislar kamera tasviriga tushirishga muvaffaq bo'ldi. Colinning agentlari vaziyat haqida izoh berishdan bosh tortdilar va muxlislar sevimli aktrisasi Ketsi McGrathning qo'lini so'rashi aniq deb taxmin qilmoqdalar. Bradley James Merlin seriali bilan tanilgan. 2021-yil 18-fevral kuni xavfli jarrohlik amaliyotini boshdan kechirdi va xayriyatki sekin tiklanish jarayonini boshlamoqda. Aktyor Twitter akkauntida o'zi haqida oxirgi ma'lumotlarni joylab turadi. Ishonchli manbaning xabar berishicha, Bradley James 2021-yilning Time jurnalining eng yaxshi odami bo'lish poygasida yetakchilik qilmoqda. Yana bir yangilik, Bradley James keyingi James Bond filmida suratga tushadi. Prodyuserlar James Bond roli uchun biroz boshqacha odam qidirayotgani haqida mish-mish ko'tardi. 2021-yil mish-mish haqiqatga aylanib qoldi. Ketsi McGrath amerikalik aktrisa va irlandiyalik aktrisa va Irlandiya modeli. Ketsi ham Merlin fantastik seriali orqali tanilgan. Ketsi ayrim filmlar orqali kuchli tanqid qilingan va muxlislarning o'ziga bo'lgan nafratini uyg'otib yuborgan. Oradan ma'lum vaqt o'tib, Ketsi muxlislarga o'z uzrini yetkazdi. Ketsi hozirda Morgan bilan do'stona munosabatda. Ketsini biroz o'tmishiga qiyo boqsak, Jonathan bilan do'st bo'lishganini ko'rishingiz mumkin. 2007-yil o'rtalaridan qora mushuk o'tib, ular ajrashgan. Ketsi aktrisa bo'lishim hattoki xayolimga ham kelmagan deydi. Yoshligida aktyorlikni yomon ko'rishini va yomon kasb deb bilar edi. Jurnalistlar undan intervyu olishganda shunday deydi: Men lotereyada yutdim. Ko'pchilik aktyor bo'lish uchun yillar davomida mehnat qilsa, meni shunchaki omadim kulib boqdi deydi Ketsi. Ketsi o'zi haqida ma'lumotlarni Twitter, Facebook va Kontaktdagi muxlislariga o'z video va fotolarini doimiy ravishda yangilab turadi. Angel Colby 2021-yil kutilmagan shov-shuvga sababchi bo'ldi. Ya'ni Agent 007 filmini barchamiz ko'rganmiz. Colby esa Bond qiz rolini o'ynashi kutilmoqda. Facebook tarmog'ida biz Bond qizni xohlaymiz deb Angel Colbyga ovoz berishgan. Merlin serialini mukammal ijro etgani uchun Bond qiz rolini ajoyib tarzda ijro etadi deb ma'qullashmoqda. Angel Colby va Bradley James haqida oldingi dasturimizda aytib o'tgan edik va nihoyat juftlik yaqin do'stlari va oila a'zolari bilan birgalikda maxfiy joyda ertalabga yaqin nikoh kechalari bo'lib o'tgan. Biroq ular hozir ham to'ylari haqida to'liq ma'lumot bergani yo'q. Merlin filmi 5 ta fasl juda oz, shunday emasmi? Film oxirgi qismida Merlin 21-asrga kelishini barchamiz bilamiz. Keyingi qismlar qanday bo'ladi degan javobga Colby va Richard Wilson shunday deydi: Zamonaviy ssenariy yozamiz va filmni Gollywoodda ijro etamiz. Undagi qahramonlar esa hali noma'lum, lekin Merlin robot ko'rinishda bo'ladi deb o'ylab turibmiz deydi.
Richard Wilson, shotlandiyalik aktyor, hozirda u 85 yoshda. Aktyor qarilik paytida juda ko'p ko'ngilsiz hodisalarni boshidan kechirdi. Yurak xuruji tufayli operatsiyalar, bezorlar qo'liga tushib, boshidan jiddiy jarohat ham olgan. Mustahkam irodasi tufayli men yana sahnaga qaytaman va o'z ishlarimni nihoyasiga yetkazaman, deydi Richard Wilson. Bir necha yil oldin Bir oyoqdagi qabr filmini ijro etgan BBC radiosiga bergan intervyusida Richard men tez orada uyga qaytaman deydi. Anthony Head, ingliz aktyori va musiqachisi, o'z rollari bilan Angliyada shuhratga erishgan. Er-xotin doimiy ravishda reklamalarga tushadi. Anthony yaqinda yangi film suratga olishgan vaqtda birozgina muammolarga duch keldi. Zaharli muhit deb nomlangan ushbu filmda vampirlarga qarshi kurashish to'g'risida. Filmda hamkasblar tortishib qolishadi. Shu tufayli Anthony Headni teleshouga taklif etishadi. U yerda bor haqiqatni aytib, muxlislar ishonchini qozonadi. Owen Maken, irlandiyalik aktyor, kinorejissyor, muallif va model. Tungi siljish film tufayli mashhurlikka erishgan. Owenning ijtimoiy tarmoqlari bir necha oyga blokirovka qilingan va koronavirus tufayli kinolari nihoyasiga yetmay qoldi. Yangi filmi ruhlar va sharpalar haqida qo'rqinchli film ekanligini aytmoqda. Qolaversa, Merlin serialining yangi faslini intiqib kutayotganini aytgan. Tom Hopper 1985-yilda tug'ilgan ingliz aktyori. U ko'proq Merlin serialidagi Sir Percival roli bilan tanilgan. Baland bo'yli va baquvvat mushaklari bilan sport reklamalariga juda ko'p tushadi. 2021-yilda u ishtirokidagi bir emas, naqd 3 ta film premyerasi bo'ladi. Bundan tashqari yana bitta serial ham o'rin olgan. Santiago Cabrera 1978-yilda tug'ilgan, asosan Angliya, AQSh va Chili aktyori. Merlin serialida Lancelot roli bilan tanilgan. Hozirda u yangi filmda suratga tushmoqda. Filmdagi daromad esa 9dan 7% unga tegishli ekanligini aytmoqda. Tomoshabinlar esa u nahotki shunchalik zo'r kino bo'lsa kerak deb muhokama qilishmoqda. Ayrimlar esa reytingni ko'tarish maqsadida aytilgan gap deb ta'kidlamoqda. Emilia Fox, Merlindagi Margauza roli bilan yaxshi taniysiz. Ingliz aktrisasi va boshlovchi. Emilia mashhurlar sulolasida tug'ilgan va o'zining taqdirini yoshligidan shou biznesga qiziqishi bilan boshlagan. U ilk filmini 1995-yilda o'ynagan. Kino nomi Mag'rurlik va xurofot deb nomlangan. Bosh rolda esa 1999-yilda qisqa metrajli filmlarda boshlagan. 2016-yilda bir necha filmdan so'ng 2018-yilda kinoni tark etishini aytgan edi. Biroq hozirgi kunga qadar o'z filmlari bilan muxlislarni xursand qilib kelmoqda.